Endi biz mahsulotlar degan betni ishlaylik. Masalan, buni biz qanday ishlaymiz degan vaqtda buni biz navbatdagi mushu xabar, ya'ni mushu xabarlar degan mushu navbatdagi betdan foydalanib o'zgartib ishlasak bo'laverdi. Ya'ni ma'lumotni bir nusxa endi buni yana qaytadan yozib oltirsak, betning tagini, üst qismini, mayalarini, betning ostini, betning umumiy qurilmasini, cho'ng jadvalni hammani hammani birdan yezib to'g'ri keldi. Shunga biz birinchi qadam yozib olganmi? Shunga shu navbatga xabar betini ko'chirib bilan buni birini yumruq ko'paytirib, ichidagi jadvalni buni yo'qtimiz. Masalan, xabar betini ko'chirdim, chapladim, bunun ismini yezmedim. Tamam. Bundan da ben cişbet iş olma. Ma xabar bilan ish qilmadik hozir. Shunday bo'lgankin bu tugankin buni yo'q tutay. Ana shu xabar maslahat bitini echib oldim. Ishi birda. Ya'ni xato o'tadi, ha. Echib olgandan keyin men ichidagi jadvalni men o'chiraman. O'chiraman. Buniki men table'ni ishlatmay bo'ldi, qaytadan yezib chiqilib yana men. Shu jadvalniki table masha shuga masha o'chirildi. Xo'sh, o'chirgandan keyin bu bir tidini ichida shunaqa hozir bu. Bir tidini ichida bir katashini ishlamaya. Ana menga ismi o'zgartay mayaga. Ma ismini nima yozay? Kirdimi? Mavzuni chiqaraman. Oyat bil qurbonmi? Oyat bil qurbon. Endi buningga betning kengligi mujib bo'lsa, mujib bo'lsa, ha? Endi buningga biz buningga Şon ketdim abi. Şon bir jadval shunaqa. Shunama? Endi har bir jadvalning ichida bir qo'rda 4 tin masal ko'rsinmi yo 3 tinmi? Resimlik 4 tin ko'rsinmi? 4 tin. 3 tin bo'lsa mundara ko'rindi mana orliq. Tuttuğumuz şu mandara şonu göründü. Qanday qilamiz? Bunisi tuttu buluyorsunuz, ha? Mana altta. Chiqdimi? Mana bir sutdan ayirib olamiz. Endi bu yerda yumshatilgan ko'rinishi oldi bu yerda yumshatilganiki. Tushundingizmi? Anondan keyin Mayada. Falan bugünde isim bo'ldi. Mayadami falan bugun yo'qda isim bo'ldi aslida. Yana bu yer ma'qulotda bo'g'itligan bo'ldi. Tushundingizmi? Yana yumshatilmish aslo yana tartib bo'yicha bo'laverdi. Ana rasm cheksa rasm ochildi. Yumshatilgan rasmi cho'ngizdan ochildi. Ma'vo ismini cheksa yumshatilgan tushuntirilishi yengilroq ochildi. Tushundingizmi? Bundan sonra müşteriti bu işlep bakıldı. Demek 4 sütun bu işin bağında. 4 sütun 5 grubu işlep bakalım.
Unda bo'lsa. Mana shuga. Jadvalni boshlab oldik. Bordasi tang siz chiqsin, 1 piksel. Kengligi 100% bo'lsin. Yine nereden başlaydı bunu? Her bir kurun yüzüne. Tösünün boğanı iken tidin töz oluş gerek şuna mı? Hoş. Ananın keyin yine qanday oluş gerek? Mazmunlarimiz o'tirib olinishi kerak. Mazmunlarimiz o'tirga to'g'rilishi kerak. Yine birinchi qurg'a. Endi birinchi kataka. Ma image ichidagi mahsulot deganning ichidan mavi yaş isaş yumuşaklıklarını bunu çıkaray ya. Bununki bu kenarını biz özünü kontrol etmişsek 5 çoğum kez resim. Bu yerge IMG boşluk SRC ten bunun bordası yok deriz. Hele şu resim çekkende asli çoğum resim uzunluğu alet kılımız şundan olgandan keyin bordası bir ala çıkıp oldu. Bordası köp çıkıp oldu etrafı. Şu an bunun bordasını ne koyduğumuz. Ana göre resmi adresi SRC10 image'nin içindeki mahsulatın içindeki yerçik JPG resmi. Kenligi. Kenligi. Nöbetdeki Macedon'unki kenligi 800. Kenligi 800. 1, 2, 3, 4, 5 ta siziqni A o'rin egallab kelsa, shundan 795 qalamdi. 795 qoldi. Har bir rasmning ikki tarafdan 5 piksel ayirib o'tiladi. Şu 10, 20, 30, 40 piksel chiqadimi? 40 pikselning o'zi har bir rasmga 10 pikselni chiqarsa 40 pikselmi? Shundan 795 40 piksel, yani 755 piksel. Hamda 755 pikselni bilib boqayman o'tgan. 755 ni bölümümüz Türkiye. 188.175. Resimnin kendigini 188.175. Verdim. Yegizligini 100 olsun. Hamda bağısını besib saqlab etdim. Bunu qarab ko'rib boqalam endi. Mana chiqdi mavi. Mana chiqdi ya. Endi buni egizgina nazar kontrol qilib qo'yayman. Qurni egizgina. Avval mavi joyim tursin, mayaga. Yosh hisoblagich bo'ldi. Bu makina chiqib oldi. Buni nimadan ayirayman? Bir aralar ayırma, kuru olgan ekan, tushunami? Endi yana buni egizini tanishtiray. Buni egizini, mana shu tiyar yozaman-ku. Ma rasmning egizligi 140, 120. Buni umumiy egizini 150 qilib qo'y, ya. Saqlab etdim. Bo'ldimi? Bo'lmabdi. Uni hozir 180 qilib qo'y. Erkin chiqsin. Bo'ldi-ku? Mana piyla ayrı, sal ayak kenara çıksın.
Anandan keyin men mushuni o'zini butun stolga chalab boqay. Mush bir son shuga. Mana bu chapladim. 4 son bo'lma. Endi ko'rib boqay. Bo'ldimi bu? Endi men rasmninki kamligini olganimda kontrol qilay. Sal kichik qilayman. Bak yaqin bo'lib qolibdi va bak imlashi mumkin qilibdi. 180 qilib boqay. Har birisini. Keyin 8 yo'qolibsin. Bo'ldimi? Xo'sh. Andan keyin men bu rasmlarni almashtirmayman endi. Bu tahrirlagich. İkincisi bu BMP resim ekan ama bu. Ma birinchisi yosh izalog'i, ikkinchisi tahrirlagich olsun. Mana BMP qilaman qo'y. İsmini köşeye aldım, maya geçalım endi. Hem çıktı mı? Üçüncüsü Pinin göz programısı. Bu cibici resim şuna koy. Bunu saklab aldım. Ma kelim ketdi hozir. Ma xatni sababdan kelim ketdi, ha? Pinning ko'rsatish Turala bo'lsin. Bo'ldi. Endi bu yosh hisoblag'ich. Ma 4-sini almashtirdi yana. Vaqt sanog'icha bu jibici resimga. O'zgardimi? Endi. Mushni o'zi men jachcha ko'paytay, mush bir qo'rni o'zini, ha? Mushga bir qo'r. Mayakaycha. 2, 3, 4, 5. Bo'ldimi 5 qo'r? Endi men yosh hisoblag'ichga mani bassa, men resimni bassa, resim bilan so'ng, men xatni bassa, mushuning o'ziniki ayrim tushuntirish biti bilan so'ng shunday qo'y. Undan bo'lsa biz qanaqa qilishimiz kerak-ki? Tushuntirish bitini yozishimiz kerak-ki. Shunaqmi? Undan bo'lsa, bu yosh hisoblag'ichni tushuntirish bitini bir yozib o'tlaymiz. Bunimi yana shu nevisni yana bir ko'paytamiz. Nevisini ko'paytib yosh bo'lsin, ha? Buni jishbet ichilayim endi. Jishbet ichib olgandan keyin buni ichidagi jadvallar. Mana shu. Bu yerda mayakacha. Men buni ichiga ortiq narsa yozmayman. Maya, men xato qilibman. Mayadan boshlab Mavrongacha. Men bunisiga nima yozsiz desangiz, bunisiga bir P-ninki o'rin o'ttirdi bo'ldi. Bu yerga men buniki temiz yozaman. Shaxt yozib, yosh izolash qo'ral deb. Andan keyin yana mayaga resim olaman, resim o'ttirib chiqish kerak. Shuna qo'y. Yana tushundirish yozaman. Tushundirish bo'lgandan keyin bu ikkiga o'xshab to'g'rilanishi kerak qo'y. Shuna olamda. Xo'sh. Unda bo'lsa, men yosh yozish programmasini men ichib o'tirdim. Men resim qarorlarni yozib yuray-a.
Avval buni tushuntirishni ayrim yozilay. Tushundirish niyat bo'ldi. Buni ko'chirib oldim. Endi men deyman orasiga maya chaplayman. Mayaga emas. Mayaga bo'ldi mana bu. Ko'p quruq tushuntirish. Mayaga Şartası yaşa isaj programımız. Mayaga resim ulapray. IMG boşluk is RC10 R imetin içindeki mahsulatın içindeki yaş GPG degan resimmiş şu. Endi buni bavsini qutlaqlab etdim. Bunda olsa men yer degan ish baqlama. Yaş degani. Bo'pti mana bu. Endi ma'lumotning kodidan mayani boshlab tanlab qayd o'chirmayapti. Nimishqa degan vaqtda hozir men birinchi qo'rni yasab olgandan keyin qolganini oldirmay chiqildi. Hozir mayada men yosh hisoblovchi qo'lda tayyorlovchi pingoz programmasi vaqt sanag'ich. Demak mayda boshlab mayagacha 3 oy. Meniki qilmoqchi bo'ldim hozir. Birinchi qo'rninki birinchi qo'rni resimga maqak ulan berib olgandan keyin qolgan ko'paysam chiqaverdi-ku mal qilib shunaqa. Ashuna qilmoqchiman hozir. Bayatdan biz ko'payib ko'rib baqdik mana. Tushunarmi? Yana bakalaqi elishang'u holatda bir tafakkur qilib o'tirmoqda, ha? Ana ma yosh hisoblovchiniki mashqatning o'zini ulan qilib beramiz endi. Maqatni tanlab kesolay. Endi ey boşluk target yani bu yeni olanda aşkatın bassa ben özü ketmeden yeni olanı çıksın şuna koy. Kan bilanik kripten yaş çıkt HTML. Endi mau yaş izoloğuç. Buna bolsun. Ananı kim var resim nasılsa? Bu resim nasıl? Mani olab bersin. Ma resim olab bersin. Endi buni men ayni oxirlashtirmaydim. Endi men ko'rib baqlay. Men bosdim. Ichida mava. Endi men resim bosdim. Ichida mava. Tushundingizmi? Ama keyingisi mushqalamas ulaymiz. Mana qara, ha? Hozir mayada mayagacha bir kadrning ichida biz hesabda qistirgan resimniki kodi mana shu. Hamda buni bir ayning ichiga olib, yangi ulanma shaklda adresini mush resim o'ziga olib berdik. Aniki ayni oxirlashtirdik. Yana ikkinchi qurg'a ma yosh hisoblovchi degan xatni yozdik-ku. Ikkinchi qurg'a mashqat shu-ku. Bununla yana qayda bo'yicha mana shu shaklda ulanib berdik. Tushundingizmi? Men tushundingizmi? Ananiki. Qulaylik tayyorlovchi. Bunimi
Təhlükəlib yazı alın. Bunu müvaxatada içib, bunu mənim də işin məzmununu qaydı ücreti də, ya. Anladın ki, bana ismini yeni küçük olayım. Bunun oxşar BM verirsin ki, mal. Ana maya gel. Bu resmi açayım. Bu çendiştim küçülüp bunu mahkemetke çalıp verdim. Hem de kavusunu besip ettim. Tehrirli güç diyen ücret malı. Bunu mu? Birinci yaşıza loğu, ikinci koya tehrirli şuna koy. Koya tehrirli şununki adresine. Kayıt niyet oltamay, adresine küçülüp mayaga çalıp verdim. Anladın ki resim adresine küçüldüm. Müşür resim çekendeki icildiğin nöbetki resim adresini almış öğrettim. Oldu mu? Anladın ki bu resmi kendi mayaga mandaki elini akıllaştırman. Düşünmüyor adamsızlar? Hem de ceryan bir kadar hem köpürek kalıyor ha. Kolay terliğin yüzü mü? Bunu mu kesip aldım? Anladın ki ey boşluk harcıktan bunun məqsədi quruq halat olsun bilanik tərəfdən mavcud gibi olsun. Ben bassa resim yeşildi ama resmiyle. Bunu maskandan keyin maya yeşildi. Butuma? Ma ikisi maya süteyim ha? Ma ikisi maya süteyim ya az kaldı. Bunun küçük oldum. Hani bu resimki türü GPG resimken Pinyin diye resim. Geldim. Materyalist bir nasıl köpettim. Bunu Pinyin özgerttim. Böyle materyalist iş kameram bu yapılsın. Pinyin diyenin ki değmez açıp aldım. Anladın ki bunaqa pinyin GPG shunaqa. Yani bayatdan mazmunga men almashtiraman. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi men pinyin tugagan bo'lsin. Yine keyingisi vaqt sanag'ich.
Vaksanovich. Bunun işleniş resmi qarab berildi. Bunu yazıp aldık. Andan keyin vaqtimiz shu. Buningki tushunishga man yazayotgan. Buningki rasmning shakli YPG. Timer ha. Endi buni olib berdi. Benim göz programmasiga resimlaymiz. Tarafdan bir adres resim şu. Ben aynı arkadaşlarım. Hem de pinin közüş kural degenge pin göz kural degenge. Ben pinin degan ma isim hujjatini esga qo'ydik. Mana. Aslında vaqtdan o'shqa bunun adresi benim o. Kontrol sinir küçülüm ha. Ben bu ahir ben maya kelgan vaqtda bunun kesib oldim kontrol x'imiz. Andan keyin bu ne oldu? Ben göre bakalım. Ben botuma Kızılığımız tabii iktidar mı? Şundan falan dedi. Yok bunu biz siz bir bakın. Ben yakarsınız. Ben mouse niye bakın ki altı red yani kızdıran olsun dep. O dersinin beşli babı. Yani muşun özünü köpet bakılı ha. Muşun kurunun özünü yaxşı köpet bakılı. 1 2 3 4 5 kur oldu. Ha butuma. Müşahadette işe vazaf oldu. Mal çünkü oldu mu? Yani ben kalamır mesajını resim çeksek resim işildi. İsmi çeksek şunun tununsuzca betişildi. Şanız mı? Hoş. Ondan sonra işe bakalım siz. Ben işe bakalım.